Kuppa kunduzi jamoat joyida baqir-chaqir va otishma sodir qilgan zo'ravonlarning birma-bir shaxsiga oydinlik kiritildi. Boshlik qilib qo'ydik. Qilganimizni pushaymon. Lashib qolmaydi. Muhriddin Ravshanov 8-yanvar kuni kech soat 16larda Qarshi shahridagi Kapriz go'zallik saloni oldiga borib, qo'lidagi o'tkir kesuvchi pichog'i bilan jamoat joyida Shahzod Uzoqovga tan jarohati yetkazadi. Chiqayotgan bu ko'rib qolgan bu bola. O'sha oldin telefon bilan tortishib qolgandi oldin. Telefondan so'kish. O'zi oldindan akamidi u birga musobaqalarga borib, musobaqalarga yurgandi. Keyin araya nimadir bo'ldi, hazildan telefondan tortishib ko'rmay ketdi. Men toshib ketdim. Shu bir yillar bo'ldi, bir-birimizni ko'rmay ketgan. Keyin biz esdan chiqib ketib qoldik, men tortishib qo'ygan telefondan. Keyin o'ydan chiqsam o'tirishgan ekan. Tushib salomlashay dedim. Tushib salomlashdim. Keyin o'sha meni sukuni eslaydanmi deb chekka olib qo'rqitib qo'yaman deb o'ylandi. Ha, qo'rqitaman deb. Shunday osh bo'lib ketdi-da. Qilgan ishimdan pushaymonman. Shu joyda Shahzod Uzoqov ham qarindoshlariga, mahalladosh do'stlarga qo'ng'iroq qilib, yordamga chaqirdi. Avval akasi Oyatulloh Abdullayev, so'ngra esa Ravshan Bobanazarov, Valijon Ibragimov va Sardor Ravshanovlar kelib, janjalga qo'shilib ketishadi. Ko'cha bezori o'rtoqlari kelgandan ruhlanib ketgan Shahzod Uzoqov qayerdandir pnevmatik to'pponcha topib kelib, odamlar ko'z o'ngida bir necha bor o'q uzadi. Kuppa kunduzi shaharning qoq markazida ur-kaltak, sur-kaltak avjiga chiqib, to'z-to'polon boshlanib ketadi. Quturib ketgan jo'jaxo'rozlarning bezorlik jinoyatlari tez tibbiy yordam shifoxonasi oldida ham davom etadi. Juda yomon narsa ekan bu. Qilganimdan pushaymonman. Otamning qanday qilyapsiz otamni? Onamdan kechirim so'rayman, onajon, yaxshi bola bo'laman. Endi Xudo xolasa. Ko'chaga chiqsang yaxshi bola bo'lasan? Ha, inshaalloh yaxshi bola bo'laman. Otamni bu vaqtni qaytarmayman, qayta qilmayman. Otamning ma'muriyatiga bo'lasan? Ha, inshaalloh bo'laman. Bo'laman. Xudo xolasa bo'laman. Va'da beraman.